Demak, 8lik profil, 8lik shviller ishlatilgan. Baquvvat chiqishi uchun tepalari 4lik profil ishlatilgan. 4 sm. 1.80 ga demak, eni 270 yarim kilo. Enini katta qilish maqsadida kirlon yarmini ichga tiqqanmiz. Shunda mashina chiqib qolmaydi kirlosi. Shvillerning ichiga risor tiqilgan, mana baquvvat bo'lish uchun. Pachka risor bosilgan. Nechtalik bilmayman, 8 talikmi, 7 talikmi endi pachka risor bosilgan. Balon holatlari zo'r, Cobalt Spitsas. Tagi taxta bo'ladi buni. Olayotgan odamga taxta qilib beriladi. Ko'rib tursa, ikkita rama yasalgan. Birinchi rama, mana bu birinchi rama pastagisi. Orqadagi ikkinchi ramasi ustidan. Orqasi mol chiqish uchun mana bunday shvil ugonlik qo'yilgan. Bemalol mol o'zi chiqib keladi. Ikki yoni mana 20 sm, bu tomoni 20 sm qaytgan. Xo'p. 5 yil 6 yil xizmat qilganda ham diagonal qochib ketmaydi. Mana shu umumiy ko'rinishi. Mana shu umumiy ko'rinishi aravani. Pastki holatlari ham ajoyib. Arava.